Assalamu alaykum Uyg'ur qarindoshlar to'pidagi aziz qarindoshlarım. Men yuqorida bir Uyg'ur qiz bilan Xitoyninki to'y qilganlik suratini ko'rdim. Bu to'g'ridagi fikrlarni ham anladim. Buni qandaq o'yin, qandaq siyosat, qandaq maqsad, qandaq tuhmat, qandaq zulm ekanligini hammamiz bilamiz. Men bu to'g'risida so'z qilmayman. Men buni ko'rib o'ltirib ketdim, xuddi ruhim chiqib ketgandek. Gerçi bu siyosatninki bizning vatanimizga emilishadiganligidan burunli xabarim bo'lgan bo'lsa-mu, xabar topgan bo'lsam-mu, lekin amil ahvolni ko'rgan chaqda hissiyotim, ruhim, vujudim bardoshlik bermadi. Alloh taoloning shunday bir so'zi esim keldiki, sizlar o'z-o'zingizga zulm qilsizlar. O'z-o'zimizga zulm qilmaguncha Alloh bizga zulm qildigan birsini avatmaydi. Biz Sharq Turkistonda nurg'un ayollarimiz qurbon bo'lib ketdik. Xitoyning zulmida qurbon bo'ldik, albatta. Ammo o'z qarindoshlarimiz, o'z ayollarimiz, o'z otalarimiz tarafidan yosh qizlarimiz, nurg'un bichara sulg'un ayollarimiz o'z qo'limiz bilan nobud bo'lib ketdi. Uzun yil davomlashgan kichik to'y qilish, qizlarni kichik agi berish orqali nurg'un qizlarimiz o'qishsiz, bilimsiz qoldi. Ulardan tug'ilgan bir turkum bolalar jamiyatga foydasidan ziyni ko'p bir avlod dunyoga keldi. Nurg'un ziyoli qarindoshlarimiz, ziyoli otalarimiz bolalarimizni panda o'qitmasak bo'lmaydi ekan. Din degan qaloqlik ekan deb bizni dindan uzoq yashatqizib, yana bir turkum dunyo oxiratiga ziyni ko'p bir insonlar, avlodlar dunyoga keldi. Men bu to'g'risida ko'p to'xtalmayman. Ammo mening beshimda o'tgan, ko'zim ko'rgan, o'zim shohid bo'lgan bir qism masalalarni o'tirib qo'ygim keldi aziz qarindoshlar. Biz hozir qizlarimizni Xitoy olsa, hech nima qilamadik. Bu xabarni ko'rdik. Ba'zilarimiz nafratimizni, ba'zilarimiz his tuyg'ularimizni ifodaladik. Hech bo'lmasa, ig'iz jihadi bo'lsin qildik. Alloh rozi bo'lsin qarindoshlarimizdan. Ammo biz o'z Uyg'ur ayollarimizni qanchalik qadrlayaladik. Qanchalik hurmatini qila oldik. Qanchalik ularni to'g'riga yetaklayaldik. Qanchalik ulardan kelgan zulmlarga sabr qila oldik. Yoki ularni isloh qila oldik. Bizning ayollarimizning hammasi emas, albatta. Hammasini desam tuhmat bo'ladi. Ammo ko'p sonki ayollarimiz ayollarning qadriga yetmadi. Ayollarga zulmni to'xtatmadi. Ayollarga zulmni yetkich qildi. Endi Allah Taala o'zimizga o'zimiz zulm qilgan ekan, mana endi zulmni ko'r deb zulm qilgan bir podshohni, bir nejis Xitoyni bizga musallat qilib qo'ydi. Bizning dinda o'qigan ko'pchilik erlarimiz asosiy xizmatini sirt qartib, asosliq maydoni, nishoni sirtkilar isloh qilish bo'lib, oilasiga, ayollarga, bolalarga ishnamidi. Sirtda nurg'un imtiyozlarga, hurmatga, maqtashlarga sazovor bo'lgan bo'lsa-mu, ammo o'zining gapini oilasiga joriy qildiramadi. Chunki ular oilasining haqqini ado qilolmaydi. Bolalarning haqqini ado qilolmaydi. Biz o'z qulog'imiz bilan anladikki, olim bo'lsang o'zingga, mollam bo'lsang o'zingga, sening bizga nima manfaating tegdi? Bizning qanchalik chiqimizni qilib berding? Bizni qanchalik bizga bir mehribonlik ko'rsatding? Bizga qanchalik bir chiroyli gaplarni qilding? Deb eriga qarshi chiqqan ayollarimiz ham bo'ldi. Amaliyotda o ayollarning gapi butunlay xatomitdi. Amaliyotda shundaqdi. Men degan bizning hurmatligan ahli ilmimiz oila taobatlarga, ayollarga bir go'zal bir so'z qilishdan o'zini tortdi. Bexillik qildi. İşini tepib kirib, tepib chiqib. Talada boshqalarning oldida xo'sh, voy o'zlari, voy sillari,
Vay kelsizlar deb güzel gaplarni qilgan shu qarindoshlarimiz, shu erlarimiz oilada ayollarni sat haqorat so'zlar bilan ta'riflab keldi. Men biladigan, men şahit bo'ladigan bir qism erlarimiz borki, ayollarning shunchalik go'zal qo'yilgan Maryam, Fatima, Oyisha, Xadija, Osiya deb atiladigan shunday go'zal ismlarda atiladigan ayollarimizning ismi yo'q. Eshak, cho'shqa, necis deb atilib keldi. Biz og'zidan satkab chiqadigan erlarning zulmida kuldirimizni o'ntinsiz sabr bilan, yig'lash bilan, Allah'a yilinish bilan o'tkazdik. Nurg'un ayollarimiz buningga sabr qildi. Chunki ballar uchun. Arazi, Xudo razi. Degan tushunchani biz bilganligimiz uchun nurg'un ayollarimiz sabr qildi. İnşallah Allah sabr qiluvchilar bilan birga sabrning natijasini dunyo oxiratda ko'rgisi. Men yaqinda bir Suriyadan chiqqan ikki ayol qarindoshimiz bilan fikir almashtirish jarayonida shu Suriyaga mujohidlarning paypog'ini bosib yubirib, shularning hojatidan chiqib, Alloh rizosini ko'zlab, Alloh yo'lida jihad qiluvchilar bilan bir qator turman deb kirgan qarindoshimizning yuzlari ko'k, badallari tayoq bilan chiqqanligiga shohid bo'ldik. Allah yolunda cihad qilman, Allah yolunda Sharq Turkistondagilar zulm qutqizman degan shu qarindoshimiz o'z oldidagi bir ayoliga zulm qilsa, uni bir zulmdan qutqizamasa, uningga haqiqiy chiqamasa, haqiqiy mehribonlik qilamasa, albatta biz bu Xitoyning zulmidan qutulamaymiz. 100%. Endi hijrat zamanida Hicret zamanında nurgun ayollarımız dersler kilidi. Nurgun ayollarımız derslerden mehrum kalıdı. Nurgun ayollarımız közlerinde yaş emez kan akıdı. Kim sebebiden? Erleri sebebiden. Mutlaka bütün erkişine demekçi emesmen. Yine hem gitçe, çetelge çıkıp, şunda ilim sorunlarına dahil bulup, şunda peziletlik isil alimlerine körüşüp durup, şularının derslerden menfaatini durup, özünün ahlakını düzeltmeyen, işini tepip açıdığın, xotluğunu buluşuk için dumbalaydıgan, yüzüdürünü kökettiğin, yüzüdürünü tükürdüğün, ayarlarını hakaretlaydıgan, nemi kılalaydıgan? Yaman bolsan ketmemse dep turib tekdid salalaydigan erlerimiz hem içimizde var az qarindoshlar. Biz bu zulmni özümüzning ahli ayollardan ko'tarmasak, Xitoyning zulmi kundan kuniga avj oladi. Bu aniq, bu haqiqat. Chunki biz özümüz ailemizga mehribonlik qilmoqcha, Alloh bizga mehribonlik qilgan bir podshoni bermaydi. Men yana shunday bir gapni qilib keldi aziz qarindoshlar. Bizning ayollarimiz vatan ichidagi vaqtida nurg'un ayollarimiz ko'p xotlilik bo'lishning zulmiga uchirdi. Erlarimiz Qur'onning hukmi bo'yicha shu ko'p xotlilik bo'lishni yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, amaliyotdagi taqvodorligi kemçil boğalıqdan, dini ilim çensi yok diyerlik boğalıqdan, gerçi bosunu eminiyeti de körüstemeyenlikten nurgun ailenin buzuluşuna sebepçi oldu. Asli köp xotulluq buluş meselesi, ailenin tüzülüşü, ballarının yetim bulmaslığı, cemiyetin fitne pasakta olmaslığı için kurulğan bir hikmetlik sırıydı. Tamam, köp xotulluq bolğandan keyin nurgun ayallarımız bunu sabır kılamadı. Çünkü köp xotluq bo'lishning mohiyatidagi tul ayollarimiz, balası va igichaqsiz ayollarimiz elinish bo'lmasdan, yaş jamiyatdagi qizlar bo'lganlikdan ko'pincha ayollarimiz buni qabul qilmadi. Tamam, nurg'un erkishlarimiz, yosh qizlarimizni islom kirish maqsadida ularni olgan bo'lsa-mu, lekin turmushdagi ziddiyatni hal qilmay, har ikkilisini ayirgan bo'ldi. Bir qism nodon ayollarimiz Xitoy tarafidan alohida tashkillik holda qurilgan dartmanlarga darmon bo'lamiz degan radio sistemlarida ovoz anglatqichlarda dattirni bandalarga etib, hukumat ishlaydigan xizmatchilarga etib, dadinglarni Alloh etib, Allohning sabr tilashni o'rniga, Allohdan yordam tilashni o'rniga bandalarga oilasiga ishlarni oshkorlab, erining 2 xotin, 3 xotin, 4 xotin bo'lganligini oshkorlab, keng ko'lamli ko'p xotinlik bo'lgan erlarning hukumat tarafidan tutib ketishiga ayollarimiz sababchi bo'ldi. U
özüge qalmadi, boshqasiga qalmadi. Özünün balasını yetim qildi, boshqasining balasını yetim qildi. Endi ayollarimiz kimga qoldi? Endi qizlarimiz kimga qoldi? Endi bizning avlodimiz kimga qoldi? Hozirgi Xitoy o'ziniki siyosatini, Tibetda yurgizib kelgan siyosatini biyaga yurgizmoqchi bo'ladi. Tibetda bu siyosatning kengri ozodi yurgizilaydi. Chunki u yerning dinida yot xotinlarning, unda kafir xotinlarning ilishi, kafir erlarga tegish, unda ularning cheklamasi yo'q. Ama bizning mushli cheklimizda Xitoy bilgan odam asta tadrijiy bu siyosatni amallashtirish uchun bir qism Xitoyga moyil avlodlarni tarbiyalab chiqdi. Hozirgi zulm bilan evitibdi. Zulm bilan qizlarni berib etibdi. Yana 10 yildan keyin, yana 20 yildan keyin bizning bir avlod qizlarimiz o'zi xalab Xitoyga tegadigan bo'ladi. Chunki ular shu Xitoyning ma'rifida yetishidi, chunki ular shu Xitoyning davrida yashaydi, chunki ular shu o'zlarini baqalaydigan, turmushga ega chiqalaydigan xizmati va puli va yo'li va shunda bir insonlarga muhtoj bo'lganlikdan o'z hayotini, o'zining nafsini bir kishilik hayotini davom qilish uchun shu yo'lni tabiiyki tanlaydi. Chunki ishkirda o'qigan bir qism Uyg'ur qarindoshimizning vatan qaysa xizmat yo'q, vatan qaysa biz yaxshi bir hayot yashamaymiz deb ishkirga Xitoylarni tanlab to'y qilganiga biz ham shohid. Endi men nima demoqchi? Men o'zimizga o'zimiz zulm qilganligimiz uchun biz mazlum qildik. Barliq erlarga shundan nido qilamanki, o'z ayollaringlarningki hurmatini qilinglar. Nurg'un erlarimiz borki, ota-onasining hurmatini shuncha qiladi-ki, inson hayron qoladi. Ammo ayol kishining ota-onasini hurmat qilmaydi. Qur'onda ota-ona deb bor, ammo qinota deb arib qo'ygan yer yo'q. Nurg'un ayollarimiz oq ko'ngillik bilan erim rozi bo'lgan ish bo'lsa deb qinotasiga butkul kuchi bilan, butkul hissiyoti bilan, butkul hayotini taqdim qilib xizmat qiladi-yu, ammo erlar ayollarning ota-onasiga yaxshi muomala qilmaydi. Islomda kuyovni hurmat qilish bor. Bu nuqtani nihoyat obdan bilgan bir qism erlar ayollarining ota-onalarini ko'zga olmaydi. Buningga hamma shohid. Qandaq qilsak, qandaq qozonga shundaq cho'mish deb, biz shundaq qilsak, kelgusida bizning qizlarimizni olgan kuyovlarimizmi ham bizga hurmat qilmaydi. Biz ayolimizni qandaq setgap bilan tilsak, biz ayollarimizni qandaq urgan bo'lsak, biz ayollarimizni qandaq to'kmat chaplagan bo'lsak, kelgusida bizning qizlarimiz shu kunlarni cho'qim tatidi. Her qandaq bir oilada ayol kishi xo'rlansa, qizi xo'rlansa, balları, qizlari boshqalar tarafidan dafsanlik qilinsa, shu uydagi erkaklar o'zini tashlirishi kerak. Chunki bu tarix, sirat bizga buni o'rgatdi. Men hozir vatandagilarga hech nima qilib bermayman. Qo'limda hech nima kelmaydi. Ammo men bir kishilik duorimni qilamanki ularga, inshaalloh Alloh shu tug'ilganda quloqlariga azan to'langan shu bolalarimizni haq hurmati bilan inshaalloh ular gerçi vaqtincha ozgandek zulm bilan izlayotganda qismi hamon haqiqatini yaratgan Rabbini tunib, oxirat uchun bir tayyorlik qilib, oxirati uchun o'zining gunohlarini tavba qilib ketish bir fursatini berishga Alloh ham qodir. Endi men bu qarindoshlarimga bu hijrat zamanidagi qarindoshlarimga shuni deymanki, barliq erlarga demoqchi emasman. Chunki 5 qo'l tang emas. Ammo ko'pchilik erlar ayollarni haqiqiy hurmat qilmaydi. Ayol kishining oilada hurmati bo'lmasa, bolalarning oldida izzati bo'lmaydi ekan. Shu onasining hurmatini qilgan vaqtda kelajakda mushu ayolning bolaning onasi bo'lganligidan iborat bir haqiqatni o'tirib chiqarish uchun erlarimiz ayollarimizni hurmat qilaydi. Ayollarimiz ega chiqayli. Vatandagi ayollarimizga ega chiqamidik. Vatandagi qizlarimizga ega chiqamidik. Endi hijrat zamanida chiqibmi, ayollarimizni xorlaydigan, dafsandi qildigan, 2-3 ayol evasi haqqini ado qilmaydigan, cho'ng xotinni, yo'shirin kichik xotinni baqadigan, ish teskasi qo'yib berdigan, bolalarni takrar yetim qildigan ishlarni biz qilmaylik. Biz hijrat zamanida Alloh taolo nima dedi? Hijrat Allah razılığını ko'zlab dinda yashayman deb hijrat qilgan mu'minlar chuqur kengchilikka erishadi dedi. Kengchilikka erishishning oldingi sharti nima? Mu'min bo'lish. Mu'min bo'lish eng avval nimadan boshlanadi? Oiladan boshlandi.
Biz hicret sımında ayallarının kalısı içildi. His duyguları uyg'ondi. Qadr qimmatini to'nidi. Endi ayollarimizni ortiqcha xo'rlaydigan, ortiqcha tillaydigan, ortiqcha dafsand qildigan bundaq ishlar biz ümitimiz, Şərq Türkistan'ı azad qılımız deydigan, Şərq Türkistan'ı qutquzumuz deydigan, ümitim, milletim üçün xizmat qılma deydigan erkeklerimiz en aval ailedeki ayollarımızın qadri yeteyli. Qadri yeteyli. Ayollarımız mu hem haqiqiy İslamda bir salih, özünü ıslah qılğıcı ayol buluş sübütü bilen erlerinin hatalıklarını Allah yolunda, Allah rızalığını közüp düzelteydigan hem yardımcı bulduğan ayollardan bulaylı ki qandaqtın ma'lum bir sebeplerini köstüp turmuşumuzun acırsıdığan, ballarımızını yetim kıldığan işlerini kılmaylı. Aziz qarindoshlarım, Qashqarda Feyzivat'ta yer təvirgen isimli qilishcha. Şu vaqtida yer təvirgenden keyin aniqlanishicha buzuqchilik nayta olib ketgan. Qandaq yerda bir buzuqchilik olib ketsa, shu yerda Allohning ashundaq ofatlari bo'ladi. 90-yillarımda Türkiye'de çoğun bir yer təvirish bo'lganken, shu chaqdimi eng muhim sababni buzuqchilikni olib ketishi deb ko'rganken. Endi hozirgi vaqtimizda boshqalarning qizlarini ota-onaning ruxsasiz oladigan, valisiz nikoh qiladigan, qizlarni evilib egi chiqmaydigan, ishtaskasa asta qo'yib qutuldigan, o'zimizni mujohid, musulmon, muttaqi deb chaqirgan aziz qarindoshlarim, ma biz ayollarga, biz qizlarga bo'lgan zulmni to'xtayli. Sizlarning qilgan zulmlarni hech kim ko'rmagan bilan Alloh ko'rib turdi. Agar biz hijrat zamonida haqiqiy o'zimizni isloh qilmasak, haqiqiy o'zimizni o'zgartmasak, biz yana 1000 yilda emas, biz hayotimizni aqs ballarımızgacha bu zulmdan qutulamaymiz. Biz hergiz qutulamaymiz. Allah bizni nimani kutyapti? Sharqiy Turkistonning ozodligi bizda hozir qurol yo'q. Bizning kelimizde Trekudek bir kuchli davlat yo'q. Ama bizning Allohga ishonchimiz bor. Bir kunlarda Sovet ittifoqiga o'xshash parchalanib ketsa, vatanga biz kirsak, shu chaqda vatan nimaga muhtoj? Shu vatan bizda xalqning isloh qilishiga muhtoj. Xalqimizni isloh qilish uchun Xitoylashib ketgan, Xitoyning zulmida shunda her jihatdan buzilib ketgan qarindoshlarimizni isloh qilish uchun bizda nima bo'lish kerak? Eng avval hijrat zamonida biz isloh bo'lishimiz kerak. Meyli pendin, meyli dindin, meyli devet usulundan, meyli ahlakımızdan, meyli his duygularımızdan biz ıslah buluşumuz gerek. Biz muş tur sahasideki netçi min insan, netçi min Uygur, çetel sırtığa yani icraat kılıp vatandın çıkan bütün dünyadaki barlık Uygurların vazifesi vakti kelganda şu Şərq Türkistan qalğan, zulmda qalğan, ilimsiz qalğan, dinsiz qalğan şu qarindoshimizni isloh qilish uchun har birimiz da'vatchi, har birimiz yo'l yetakchisi bo'lishimiz kerak. Buning uchun eng avval o'zimizni shu jihatdan tarbiyalab, o'zimizni har bir shaharning, nahiyaning, yezining, kentning, mahallaning islohotchilari bo'lish uchun o'zimizni har vaqt isloh qilishimiz, har vaqt o'zimizni taraqqiy qildirishimiz, biz öz hatalıklarımızı davamlı tuzuşumuz gerek. Bu gaplarni ıslah qilishdan burun men bularni ko'p o'ylandim. Hem özüm qılalamdım degan to'g'risida o'ylandim. İnşallah Allah'ın izniyle qilishga Allah'tan yordam so'rayman. Az qarindoshlarım, Allah Taala bizning bilib bilmay qilgan gunohlarimizni mag'firat qilsin. Allah bizning beshimizga bu zulmni o'zining rahim fazilati bilan bir ko'tarib olsin. İnşallah Firavunning zulmidan qutqizgan Allah, Namrudning zulmidan qutqizgan Allah, Mekke müşriklarining zulmidan qutqizgan Allah inşallah bizni bu Xitoy tajovuzlarining zulmidan qutqizg'isi. Gap so'z jarayonida xatolik bo'lsa, tuzib olsinlar so'rayman. Assalomu